Hammaga assalomu alaykum. Bugun men o'z loyiham o'zbek tilida taqdimotini qilib bermoqchiman. Bu loyiha nomi Farmland Lite bo'lib, u o'ziga kichik fermer xo'jaliklariga kerak bo'ladigan barcha uskunalarni oladi. Bu loyihaga bu loyiha g'oyasi o'zimizda mavjud bo'lgan turli xil muammolardan kelib chiqqan. Misol uchun, hozirda fermerlar o'z mahsulotlarini tayyor qilgandan so'ng ularni kimga va qayerda sotishni bilishmaydi. Bu muammo ham ularda juda ham dolzarb hisoblanadi. Ya'ni ular agar o'z mahsulotlarini sotolmasa, biz mahsulotni isrof bo'lishini ko'rishimiz mumkin. Xo'p, va bu muammoga yechim sifatida men o'z loyihamni taklif qilmoqchiman. Keyingi muammolardan biri bu fermerlar qanday mevalarni yoki sabzavotlarni yoki boshqa bir o'simliklarni ekishni bilishmaydi va bunga ham yechim sifatida o'z platformam maqsad qilgan. Ya'ni bu muammoni yechish uchun bu platforma ishlab chiqilgan va yana bir kerakli narsalardan biri bu bozor narxini bilish. Ya'ni ko'plab fermerlar agar bozor narxi bilan tanish bo'lmasa, ular mahsulotlarini arzonroqqa sotib qo'yishi mumkin. Va bu muammoga ham men o'z platformamda yechim ko'rsatib ketganman. Hop, platforma bilan tanishadigan bo'lsak, hozirda turgan ya'ni oynamiz bu platformaning asosiy qismi. Agar biz platformadan ro'yxatdan o'tmoqchi bo'lsak, Get Started'ni bosamiz. Hozirda platforma ingliz tilida va buni men kelajakda o'zbek tiliga ham o'girish maqsadim bor. Hop. Agar ya'ni ko'rishimiz mumkin ism, familiya va email adresi so'rayapti. Biz emailni o'chirib, misol uchun agar O'zbekiston sharoitida qiladigan bo'lsak, telefon raqamini ham qo'yishimiz mumkin. Hop. To'liq ismni so'rayapti bizdan. Misol uchun aytaylik, men Fayozbek Erkinjonov dedim. Emailim shu. Agar qandaydir bir takliflar bo'lsa, emailga yozishinglar mumkin, to'g'ridan-to'g'ri. Telefon raqamga aytaylik, men 4 tali raqam ishlataman. Aytaylik, fermerman va kompaniyam bor, 4 tali raqam ishlataman. Okay, qo'yishimiz mumkin. Xo'p, kimman? Fermer sifatida ro'yxatdan o'taymi yoki ya'ni xaridor sifatidami? Demak, men fermer sifatida ro'yxatdan o'tishni tanladim va biz parol qo'yishimiz kerak. Agar create account deb bossam, bizga yangi account yaratib beradi. Xo'p. Keyin kirganimizda bizda irrigation and care reminders, ya'ni bu bo'lim nima ish bajaradi? Bu bo'lim asosan bizda schedule, ya'ni fermerlar uchun kerak bo'ladigan tizimni yaratib beradi. Misol uchun aytaylik, biz kelajakda tomato, ya'ni pomidor ekmoqchimiz. Hop, qayerda ekmoqchimiz? Aytaylik, biz Farg'ona vodiysida ekmoqchimiz. Qachon ekmoqchimiz? Aytaylik, mayda oxirlarida. 25-may, mayimiz 05 bo'ladi. 2026-yilda ekmoqchimiz va bizga tizim chiqarib berish kerak. Ya'ni bu tizim o'z ichiga qachon biz sug'orishimiz kerak uni, qachon boshqa bir ishlarni qilishimiz kerak. Misol uchun qaraydigan bo'lsak, bizda ya'ni tizimni chiqarib berdi. Hop, bizda aytyapti boshlash. Misol uchun ekib bo'lingandan so'ng, ya'ni 25-may kuni ekkandan so'ng 29-kuni ozgina bir sug'orish kerak ekan va o'rtacha hisoblangan, ya'ni gullash payti bizda 24-iyunga to'g'ri kelar ekan degan tizim chiqarib berdi. Hop, biz buni o'zimiz uchun saqlab qo'yishimiz mumkin. Misol uchun MyFarm ichida va ko'rib turibmiz 0% complete degani to'ldirilgan. Ya'ni agar plan to'ldirilsa, bu narsa 0% dan 100% gacha borishi mumkin. Hop, asosiy bizda bu marketplace, ya'ni bozor, onlayn bozor. Bu onlayn bozor bizda odatda xaridorlar bilan sotuvchilarni bitta joyda jamlash uchun kerak. Misol uchun, agar men Farg'onada 100 kilo pomidor yetishtirdim va buni men sotmoqchiman. Va Toshkentda 100 kilo pomidorni kilosini aytaylik, yaxshi narxda oladigan sotuvchilar mavjud. Va bu platforma orqali fermerlar o'z mahsulotlarini joylashadi. Mana ko'rib turganimizdek, misol uchun John degan bizda fermer bor ekan. Hop, hozir dollarda, kursam dollarda, chunki bu narsani men asosan ingliz tilida bajarganim sababi, bu loyiha ingliz tilida bo'lgan sababi men hackathonda ishtirok etmoqchi edim va hackathonga ro'yxatdan o'tgandim. Hop. Demak, John degan fermer 40 sentdan, kilogrammini 40 sentdan pomidor sotyapti ekan. Unda qancha bor ekan bizda? Unda, ya'ni ko'rishimiz mumkin, 100 kilogramm pomidor bor ekan. Qachon uni olish reja qilgan pomidorni?
hali mavjud emas, lekin olishni reja qilyapti ekan. 2026-yil sentyabr oyida ekan. Hop, bizda tavsifi bor. Misol uchun judayam yaxshi sifatda olish reja qilgan ekan. Qayerda desak, Toshkent, ya'ni Toshkentda yetishtirar ekan. Hop, uni biz misol uchun kartada ko'rishimiz mumkin, qayerdaligini. Kartada ham belgilab qo'ygan va to'g'ridan-to'g'ri Contact Farmer deb bossak, bizni telefon qilish uchun, ya'ni qo'ng'iroq qilish uchun avtomatik jo'natadi. Platforma o'tkazib yuboradi. Hop, keyingisi biz ham o'zimizni misol uchun New Listing orqali o'zimizni mahsulotimizni qo'shishimiz mumkin. Aytaylik, biz potato yoki guruch sotmoqchimiz, rice, guruch sotmoqchimiz. Qancha guruchimiz bor? 100 kilo bor. Hop, kilosi dollarda qancha qilmoqchimiz? Aytaylik, 30 sent qilmoqchimiz. Qachon olingan bu guruch? Bu misol uchun aytaylik, sentyabr oyida harvest qilindi. Ya'ni endi aniq emas, просто simulyatsiya qilyapmiz. Hop, sentyabr 2025-yil. Tag qo'yishimiz mumkin, ya'ni yaxshiroq topish uchun. Misol uchun yaxshi sifat, a'lo narx va hokazo. Misol uchun, tavsifini berishda ham juda ham sifatli mahsulot deb yozishimiz mumkin. Va keyin agar rasm joylamasak, bizda bo'laveradi va biz pickup location, ya'ni o'zimiz turgan joyni qayerdaligini tanlashimiz kerak. Aytaylik, men hop, misol uchun Jizzaxda turaman deylik yoki Samarqandda turaman deylik. Samarqand tanlab qo'yishimiz mumkin. Shunchaki Samarqandni ustiga bosib, hop, aniq bir lokatsiyani tanlasak, unda juda ham zo'r bo'lardi. Agar qaraydigan bo'lsak, rasm joylamaganimiz uchun bizda ikonga chiqib qoldi, lekin bizda mana Fayzbek Erkinjonov va taglari ham ko'rindi. Hop. Keyin bizda nimalar mavjud? Bizda buyer request mavjud. Ya'ni xaridorlar tomonidan talablar yoki demand deymiz. Misol uchun, xaridorlar ko'rishimiz mumkin, Sherlock degan inson Toshkentda 100 kilogramm piyoz olmoqchi ekan yoki boshqa bir mahsulot olmoqchi ekan. Hop. U bilan agar bizda 100 kilogramm piyoz mavjud bo'lsa, biz uni sotmoqchi bo'lsak, biz to'g'ridan-to'g'ri bog'lanishimiz ham imkoniyati mavjud. Keyingisi bizda analitika, ya'ni nechta odam bizni mahsulotimizni ko'rdi, nechta odamga yetib bordi, necha kishi o'ziga saqlab qo'ydi va shularni analitikasini ham ko'rishimiz mumkin. Keyingi narsa bizda eng muhim narsalardan biri bu AI Doctor. Ya'ni sun'iy intellektga bog'langan, ya'ni o'simliklarni, kasalliklarni aniqlovchi tizim. Hop, misol uchun agar rasm tanlaydigan bo'lsak, aytaylik, mana ikkita bizda rasm bor. Misol uchun kasal tekkan pomidor bargini ko'radigan bo'lsak, analyze now. Hop, ko'rishimiz mumkin, issue detected, ya'ni muammo aniqlandi. Bizda kasallik bor ekan va buni ham kelajakda o'zbek tiliga o'girish maqsadi bor. Ya'ni 90% ishonch komil bu narsa kasallikga va bizga nima qilishni o'rgatyapti. Nima qilish bo'yicha o'z rekomendatsiyalarini taqdim qildi. Agar biz boshqacha bir o'simlik yuklaydigan bo'lsak, holati yaxshiroq o'simlik yuklaydigan bo'lsak, bizda qanaqadir mozaika virusi borligi haqida hop, demak xabar berdi. Okey, bu bo'lishi mumkin. Keyingisi bizda trendlar bor ekan. Trendlar nima? Bu hozirgi narxlar, bozordagi mahsulotlar narxini fermerlar yoki oddiy insonlar ham yozib ketishi mumkin. Aytaylik, mana hozirda Toshkentda deyapti, piyoz narxi 24 sent kilogrammiga. Hop, kimdir buni yozgan yoki ko'rishimiz mumkin, 50 sentga biz bug'doy olishimiz mumkin ekan Toshkentda. Va bu narx 7 kun davomida 51% ga o'sibdi. Yoki agar biz optim narxda olmoqchi bo'lsak, 50 sentga biz paxta olishimiz mumkin ekan. Va bu narxlarni biz ham o'zimiz qo'shib ketishimiz mumkin. Ya'ni agar biz aytaylik, guruch narxini qayerda? Farg'onada qoldirmoqchimiz va biz optim narx emas bu.
Misol uchun kilosi qanchadan? Kilosi, aytaylik 23 sentdan. Agar qo'shadigan bo'lsak, bu narxni mana ko'rishimiz mumkin. Bu narxni boshqa tumandagi, boshqa shahardagi odamlar ham ko'rib bilishi mumkin. Xo'p, keyingisi bizda estimator, ya'ni siz qancha daromad qilishingiz mumkin. Aytaylik, biz shu yili paxta ekmoqchimiz va necha gektar yerga bu narsani aytaylik yarim gektar yerga ekmoqchimiz. Biz nimaga pul ketkazmoqchimiz? Urug'larga, doriga va ishchi kuchiga pul ketkazmoqchimiz. Va endi, misol uchun bizni yeri holati qanaqa? Misol uchun agar biz qurg'oqchidek bo'lgan, joyda yashasak, biz risk borligini 75% ga qo'ydik va hisoblaydigan bo'lsak, bizni daromadimiz $16 dan $110 gacha bo'lishi mumkin ekan. Agar risk kamroq bo'ladigan bo'lsa, biz daromadimizni oshirish imkoniyati ham bor ekan. Va biz yana bu daromadni boshqa bir mahsulotlar bilan solishtirib ko'rishimiz mumkin. Ushbu tugmani bosish orqali. Xo'p, asosan platforma shu funksiyalardan iborat edi. Agar shu joyigacha ko'rgan bo'lsalaring, e'tibor uchun katta rahmat. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.